Odatdagi yoz oqshomlaridan biri edi. Hovlimizda oilamiz davrasida o'tirardik. Qaynonam o'zining cheksiz hikoyalarini aytar, qaynopam esa telefoni bilan band edi. Erim Sardor ham shu yerda yonimda o'tirardi, lekin xayoli boshqa yerda edi. Ishdagi muammolar uni butunlay o'ziga tortib olgandi. Uning nigohi goh telefonga, goh yerga qadalardi. Uning borligi ham, yo'qligi ham bilinmasdi. Jasur qaynim bizdan sal narida o'tirardi. Uning diqqati bizda, oilaviy suhbatimizda edi. Men uning nigohini o'zimda his qilib turardim. Bu shunchaki qarindoshlik nigohi emasdi. Unda qandaydir iliqlik, tushunish va yana nimadir bor edi. Bu nimadirni anglashga qo'rqardim. Biz kamdan kam gaplashardik, lekin har safar suhbatlashganimizda men uning dunyosiga sho'ng'ib ketardim. Uning fikrlari, orzulari, hayotga qarashlari menga juda yaqin edi. Erim Sardor esa u o'zining ishi va muammolari bilan yashardi. To'satdan qaynonamning ovozi xayollarimni buzdi. Voy, esdan chiqmasin, ertaga Oysara xolangnikiga borish kerak. Dorilarini olib borib berish kerak edi. Sardorjon bolam, ertaga vaqting bo'ladimi? Sardor telefondan boshini ko'tarmay javob berdi. Oyijon, ertaga ishim juda ko'p. Umuman vaqtim bo'lmaydi. Uning javobi qisqa va qat'iy edi. Qaynonamning yuzi biroz burishdi. Shu payt Jasurning ovozi eshitildi. Oyi, xavotir olmang. Men o'zim borib kelaman. Yangam bilan boramiz, zerikmayman ham. Uning bu taklifini kutmagandim. Hamma menga qaradi. Men nima deyishni bilmay qoldim. Erim Sardor bir zumga telefondan boshini ko'tarib menga va Jasurga qarab qo'ydi. Ha, yaxshi fikr. Borib kelinglar. Menga ham tinch bo'ladi. Uning bu so'zlari yuragimga sanchildi. Menga ham tinch bo'ladi. Demak, men uning uchun shunchaki bir muammo edim. Jasur menga qarab jilmaydi. Uning tabassumi shunchalik samimiy ediki, men rad eta olmadim. Mayli, dedim sekingina. Ertasi kuni tushdan keyin biz yo'lga tushdik. Shahar tashqarisidagi kichik bir qishloqqa borishimiz kerak edi. Yo'l uzoq emasdi, lekin menga bir umr davom etadigandek tuyuldi. Mashinada sokin musiqa yangrardi. Dastlab ikkimiz ham jim ketdik. Keyin Jasur suhbat boshladi. Yangam, charchadingizmi? Kecha mehmondorchilikdan keyin uxlolmagandirsiz. Yo'q, hammasi joyida, dedim yolg'on gapirib. Aslida esa kechasi bilan Sardorning befarqligi haqida o'ylab chiqqandim. Jasur buni sezgandek gapida davom etdi. Akamni bilasiz-ku, ishi bilan bo'lib, hech kimga e'tibor bermaydi. Ba'zida o'ylab qolaman, u bu dunyoda nima uchun yashayapti? Faqat ish uchunmi? Uning bu so'zlari meni hayratda qoldirdi. U mening ichimdagi gaplarni aytayotgandek edi. Balki shundaydir, dedim xo'rsinib. Siz baxtlimisiz, yangi? Bu savol meni shoshirib qo'ydi. Men hech qachon o'zimga bu savolni bermagan edim. Men shunchaki yashardim. Turmushga chiqdim, oilam bor, hamma narsa o'z joyida. Lekin baxtlimanmi? Bilmadim, dedim rostini aytib. Baxt nima o'zi? Jasur chuqur nafas oldi. Baxt bu seni tushunadigan insonning yonida bo'lish. Seni so'zsiz anglaydigan, sening ko'zlaringga qarab dardingni biladigan inson bilan yashash. Baxt bu o'zingni yolg'iz his qilmaslik. Uning har bir so'zi yuragimning tub-tubiga yetib borardi. Men unga qaradim. Uning ko'zlarida dard va shu bilan birga qandaydir bir umid uchqunlarini ko'rdim. U ham yolg'iz edi. O'z oilasi davrasida yolg'iz edi. Biz xolamnikiga yetib keldik. Dorilarni berib, bir piyola choy ichib qaytishga hozirlandik. Orqaga qaytayotganimizda quyosh botayotgan edi. Osmon qip-qizil tusga kirgandi. Bu manzaradan ko'z uzolmay qoldim. Juda chiroyli, dedi Jasur mashinani sekinlatib. Ha, dedim past ovozda. U to'satdan mashinani yo'l chetiga to'xtatdi. Biz baland bir tepalikda edik. Pastda butun shahar kaftdek ko'rinib turardi. Shahar chiroqlari yulduzdek charaqlardi. Bu yerga ba'zan kelib turaman, dedi Jasur.
Yuragim siqilganida, yolg'iz qolgim kelganida shu yerga kelib shaharga qarab o'tiraman. Odamlar chumolidek ko'rinadi. Har kimning o'z tashvishi, o'z hayoti bor. Lekin shu millionlab odamlar ichida seni tushunadigan bir dona inson topilmasa, bu juda qiyin. Biz mashinadan tushdik. Salqin shabada esardi. Men yengil ko'ylagimda biroz sovqotdim. Jasur buni sezib, o'zining yengil kurtkasini yechib yelkamga tashladi. Uning harakati shunchalik tabiiy ediki, men qarshilik qilmadim. Kurtkasidan uning atirining hidi kelardi. Bu hid meni mast qildi. Biz uzoq vaqt jim turdik. Sozlarga hojat yo'q edi. Biz bir-birimizni sozsiz tushunardik. Uning yonida men o'zimni himoyalangandek his qildim. Erim Sardor hech qachon menga bunday e'tibor bermagan edi. U hech qachon meni sovqotganimni yoki charchaganimni sezmagan. "Yangi, siz juda yaxshi insonsiz", dedi Jasur to'satdan. "Siz bundan yaxshisiga loyiqsiz." Men unga qaradim. Uning nigohi jiddiy edi. Uning ko'zlarida men o'zimni aksimni ko'rdim. Charchagan, e'tiborga muhtoj bir ayolning aksini. "Kech bo'ldi, ketishimiz kerak", dedim. "Yo'q", dedi u. "Hozir uyga borsangiz, yana o'sha muhitga tushasiz. Yana o'zingizni yolg'iz his qilasiz. Men bunga yo'l qo'ymayman." "Nima qilamiz unda?" deb so'radim hayron bo'lib. "Bir do'stimning shahardan tashqarida kichik bir dala hovlisi bor. Hozir u yerda hech kim yo'q. U yerga boramiz, dam olasiz, mazza qilamiz. Ertalab uyga qaytamiz. Hech kim hech narsani bilmaydi." Uning taklifi meni shokka tushirdi. Bu noto'g'ri edi. Lekin shu bilan birga men uyga qaytishni istamasdim. Men yana erim Sardorning befarq nigohini ko'rishni xohlamasdim. Men bir kecha bo'lsa ham o'zimni erkin his qilishni istardim. "Mayli", dedim o'zim ham kutmagan holda. Biz dala hovliga yetib keldik. Kichkina, ammo shinam uy edi. Jasur chiroqlarni yoqdi. Atrofda sukunat hukmron edi. U menga choy damlab berdi. Biz oshxonada kichik stol atrofida o'tirib choy ichdik. "Bu yer sizga yoqdimi?" deb so'radi u. "Ha, juda tinch ekan. Sizga hozir tinchlik kerak." U o'rnidan turib yotoqxonaga kirib ketdi. Bir ozdan so'ng qaytib chiqib dedi, "Siz shu yerda dam oling. Men mehmonxonadagi divanda yotaman. Xotirjam bo'ling." Uning bu gapi meni yanada o'ziga tortdi. U mening sha'nimni, or-nomusimni o'ylardi. Men yotoqxonaga kirdim. Toza choyshabning hidi dimog'imga urildi. Lekin uyqum kelmadi. Xayollarim chalkashib ketgandi. Men nima qilayotganimni o'zim ham tushunmasdim. Bir tomondan vijdonim qiynalardi, ikkinchi tomondan esa yuragim bu yerdan ketishni istamasdi. Ancha vaqt o'tdi. Men uxlay olmadim. Sekin o'rnimdan turib mehmonxonaga chiqdim. Jasur divanda yotardi. U ham uxlamagan edi. Meni ko'rib o'rnidan turib ketdi. "Nega uxlamadingiz, yanga? Biror narsa bo'ldimi?" "Yo'q, shunchaki uyqum kelmadi." Biz yana birga o'tirdik. Bu safar biz bir-birimizga juda yaqin o'tirardik. Men uning nafasining issig'ini his qilib turardim. "Jasur", dedim pichirlab. Bu birinchi marta uni ismi bilan chaqirishim edi. U menga qaradi. "Labbay", dedi u ham pichirlab. Men nima deyishni bilmasdim. Shunchaki unga qaradim. U sekin qo'lini cho'zib yuzimni siladi. Uning kaftlari issiq edi. Bu teginishdan butun vujudim titrab ketdi. "Qo'rqmang", dedi u. "Men sizni xafa qilmayman." U sekin menga yaqinlashdi. Bizning nigohlarimiz to'qnashdi. U ehtiyotkorlik bilan lablarimdan o'pdi. Bu o'pichda ehtirosdan ko'ra ko'proq mehr, iliqlik va tushunish bor edi. O'sha kecha biz birga bo'ldik. Bu shunchaki jismoniy yaqinlik emasdi. Bu ikki yolg'iz qalbning birlashuvi edi. Bu bizning isyonimiz, bizning haqiqatimiz edi. Biz butun dunyodan, muammolardan, bizni tushunmaydigan odamlardan yashiringan edik. Tong otganda derazadan tushayotgan quyosh nurlari bizni uyg'otdi. Men Jasurning bahrida yotardim.
O'zimni hech qachon bunchalik xotirjam va baxtli his qilmagan edim. U ham uyg'oq edi. Menga qarab jilmayib yotardi. "Xayrli tong, go'zalim", dedi u. Bu kecha mening hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Men endi oldingidek bo'lolmasdim. Nima bo'lishini bilmasdim. Lekin bir narsani aniq bilardim, o'sha kecha men o'zimni topdim. O'zining baxti uchun kurashishga tayyor bo'lgan ayolni topdim. Bu tun mening tunim edi. Mening gunohim va mening haqiqatim.